alaykum hurmatli izleyiciler. Bugün bize 30 maktabga keldik. Mana sizlar ham kommentda yozsanglar, qaysi maktabda o'qishlarini yozsanglar, biz borib shunga sovg'a tarqatamiz sizlarga. Hali qo'lingizda quti bor, sirli. Pul mukofoti va sirli qutimi? Sirli quti. 5000 so'm beraman. Ochmaysiz. Hali, sirli. 10000 so'm beraman. Ko'ring. Men bu yerda pul beraman 10000 so'm. Qaysi biri ma'qul sizga? Nimaga sirli qutini tanlayapsiz? Nimasiga? Nada, endi bundan borilar ekan. 10000 so'm beraman. Ular ko'ring. Sirli qutimi? 15000 so'm qoldi. Sirli quti. Pul tanladingiz. Ana sirli quti siz. Ana. Sirli qutimi pulmi mukofoti? Sirli quti. Qo'sh, anavi 5000 so'm beraman. 10000 so'm beraman. Yo'q, sirli quti. Qo'shna, qanday? 15000 so'm. O'sha deylik. Qo'shna sirli qutimi? Mana ochamizmi? Mayli. 5000 so'm beraman. Qani, sirli quti yo'q pul. Qaysi biri? 10000 so'm beraman. Qani. Yaxshi narsa bo'ldi, chidab ishlagan. Sirli qutini ochamiz, ha? Sirli qutimi pul mukofoti? Qanday? 5000 so'm beraman. 15000 so'm beraman. Ko'taring, katta pulgacha ko'taring. 20000 so'm. Nima desizmi? Ko'taring. To'shna, Ko'taring. 25000. Yo'q. Ko'taring yana. 40000 so'm. Ko'taring. To'shna, Ko'taring. 50000 so'm. 100 so'm. 200 mingni. 200 mingni. Bo'ldi, ochaman deb. Ayting. Bo'ldi, ochaman debdilar. Voh! Xursandmisiz? Juda. Bizga obuna bo'ling, shu yerga. Agar yo'limizdan chiqib qolsangiz, keyingi safar 200 ming mukofotlarini tarqatganmiz.